Shahar Axunboboyev ko'chasida yo'lni ustida bitta 3 xonali uyimiz sotuvga chiqdi. Kimda kim shu hududdan uy izlab yurgan bo'lsa, srочно bizga murojaat qilinglar. Hozir ichini video arzon qilib beraman. Siz esa bitta yurakchani qizartirib qo'ying. Qani ket. Axunboboyevda bitta 3 xonalik полноценный uyimiz sotuvga chiqyapti. 4 qavatli novostroykamiz 4-qavatda yo'lni ustida bo'lyapti. Asosiy kirish eshigimiz bo'lyapti. Xonalari alohida katta koridor, mehmonxona, kirish eshigimiz, yotoqxona, bolalar yotoqxonasi, oshxona, alohida sanuzol bo'lyapti. Xo'p, bu yerda bitta yotoqxonamiz bo'lyapti. Remontlari yaxshi, nativnoy patologlar juda ham yaxshi o'tirgan, remontlari yaxshi saqlangan. Koridorimizga qaytamiz. Bu yer esa bitta bolalarimiz uchun yotoqxona. Bu yerda ham yaxshi remontlar qilingan. Har bitta xonada konteynerlar qo'yilgan. Bu yer esa oshxonamiz, bu yerda ham konteyner bor. Elektr duxovka, mikrovolnovka, kuxonniy mebel bo'lyapti, gaz, vitishka, moyka, xolodilnik uchun joy tashab ketilgan. Bu yerda esa sanuzol bo'lyapti. Kattagina kirish mashina bor, uni oladilar. Bitta narsalarni oladilar. Bu yerda esa to'q-kontrni kachol, alohida hojatxona, ariston ham qo'yilgan. Bu yerda esa mehmonxona. Bu yerda esa mehmonxonamiz bo'lyapti. Mehmonxonamiz ham kattagina, 7 ga 6 skvoznoy planirovka bo'lyapti. Remontlari yaxshi. Plus qo'shimchasiga bu yerda ham konteyner qo'yilgan va mana bu yerda kuryatniki bor. Ya'ni maydagina kakkalodog'ya balkoncha. Mehmonxonamizni nimasi devor tomonga qaragan. Xo'p, bu Samarqand shahar Axunboboyev ko'chasi yo'lni ustida 4 qavatli novostroykamiz 4-qavatda bo'lyapti. 3 xonalik skvoznoy planirovka. Ilim hammamizga mana shunaqa uylar olish nasib etsin. Narxini 128 ming deyapmiz. Yana savdosi bor. Kadastr hujjatlari bor. To'liq ma'lumot uchun pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqsangiz bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga bitta like, podpiska bossangiz juda ham minnatdor bo'lardik. Rahmat.